Bo'pti, ketdik bu joyga borib. Kofe ichaylik bir odamlarga o'xshab. Voy. Bizmi? Hozir. Ha? Endi bora olmaylar-yu. To'g'rirog'ini aytaymi? Bora olmaymiz. Mana restoran, mana kafe. Hozir tepaga suv ham qo'yib qo'ydim. Kofe ham damlab beraman. Aka, qachongacha yosh bolaga o'xshab pista chaqib o'tiramiz? Biz pul topyapmiz. Restoranga bo'lmasa ham bir kafe-mafega borib o'tirsak bo'ladi-yu. O'tirchi. Bir yozilaylik, Hey, ani xotirjamlikni ko'ryapsizmi? Yaqin bunga hatto sotuvchisi alda olmaydigan darajada sistemani yo'lga qo'ygan. Yo, rostdan kafega boramizmi? Asadulla aka? Ha. 187 mingda nechta nol bo'ladi? Porlayvermang, mening ham o'g'lim. Shaq keta olmayman. Azadullaga rostdan sal g'alati emasmi? Shunda do'koningiz bor. Nega halovatingiz yo'q? Hayotingizda tartib yo'q. Nechta pastavshikdan qancha qarzingiz bor? Kim bilsin. Bir 30-40 ta pastavshikdan 100 millioncha qarz bor-ku. Aka, bu ishingiz bo'lmaydi. Olibda. Seni yaqinlaring ham qarzga beradi-yu. Aka, meni faqat yaqinda aniq summada qarzim bor. Aniq vaqtda tovar keladi, aniq vaqtda pul beraman. Va faqat keyin Xudodan jon qarzim bor xolos. Asadullaga baribir kimda qancha qarzingiz bor bilib qo'yganimiz yaxshi-da. Issiqjon, bilib bo'lmaydi. Ey, nafasingni siqilay. Ya. Bo'pti. Ochaman o'sha yaqin do'konni. Shunda faqat bitta yaqindan qarzim bo'ladi, bo'ldi. Ha? Qiynalib o'tirmaysiz, aka? O'rtoqlar, mas videoni Asadulla kimga o'xshagan o'rtog'inglarga shunday yuborib qo'yinglar. Voy. Shunaqa deyishga majbur bo'ldim ha. Dame un qué? 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 Un qué?